Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidan o'tish o'zgaradi. 19-oktyabr tungi soat 12:00 dan boshlab qirg'iz-qozoq chegarasidan oddiy fuqarolarning, yengil avtomashinalarning, bo'sh yirik mashinalarning erkin qatnashi birinchi o'ringa qo'yildi. Bundan tashqari qirg'iz-qozoq premyerlarining o'rinbosarlari rahbarligida ishchi guruh tuziladi. Bu guruhga 5 kun ichida birgalikda yo'l xaritasini ishlab chiqish topshirildi. Eslatib o'tsak, 10-oktyabrdan boshlab Qozog'iston Qirg'izistondagi saylov sababli chegara tekshiruvini kuchaytirdi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablarini bajarmayapti. Bu masala qirg'iz-qozoq hukumat rahbarlarining uchrashuvida qaralganini qozoq hukumati rahbari Baqitjon Sag'intayev uchrashuvdan keyin bayonotida bildirdi. Masalan, bizning bojxona organlari qirg'izistonlik savdogarlarni Xitoydan Qozog'iston orqali tranzit yo'li bilan o'tuvchi tovarlarni noto'g'ri deklaratsiyalanganini aniqlashmoqda. Bunda Qozog'iston iqtisodi bevosita zarar ko'radi. Bu masalani qirg'iz tomon ham tan oldi. Premyer-ministr Sapar Isaqov Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oldidagi vazifalarni aniq bajarishga va ittifoq iqtisodiy manfaatlarini saqlashga bog'liq mazkur masalani hal qilishga kafolat berdi. Qirg'iz-qozoq hukumat rahbarlarining uchrashuvi 18-oktyabrda Qirg'iziston tomonining tashabbusi bilan bo'ldi. Kirov suv omborida suv oqizila boshladi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmatiga Kazvatxoz davlat ishxonasining Jambuldagi filiali yetakchisining o'rinbosari Galiya Zarubayeva bildirdi. Bu vaqtgacha qozoq hukumati qo'yib yuborilgan suvni qabul qilishga tayyorligini, Kirov suv omboridan bugundan boshlab suv qo'yib yuborilishi haqidagi ma'lumot ularga yetganini bildirishgan. Talasdagi Kirov suv omborining 90% ga yaqin quvvatidan Qozog'iston foydalanadi. Qirg'izistonning qishloq xo'jaligi va suv ministrligi ta'mirlash ishlari sababli Kirov suv omboridan suv 18-oktyabrdan boshlab qo'yib yuborilishini kecha e'lon qilgan va bu qirg'iz-qozoq chegarasidagi hozirgi vaziyatga hech qanday aloqasi yo'q deb ta'kidlangan. Parlamentda Qanat Isayev bo'yicha komissiya tuzish taklif qilindi. Bunday taklifni bugun parlamentning umumiy yig'inida vitse-spiker Altinay O'mirbekova bildirdi. U komissiya Jo'g'org'i Kengash deputati Qanat Isayevning qo'lga olinishi sabablarini, unga asos bo'lgan holatlarni tekshirib chiqish zarurligini ta'kidladi. Eslatib o'tsak, 30-sentyabrda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi deputat Qanat Isayevni hukumatni kuch bilan bosib olishga va to'ntarish uyushtirishga harakat qilgan degan gumon bilan qo'lga olgan. 2-oktyabrda Bishkekning 1-may rayon sudi Isayevning himoya chorasini aniqlab, deputatni tergov tugaguncha qamoqda ushlash qarorini chiqargan. Keyin Qanatbek Isayevni himoya qilish komiteti ham tuzilgan. Qirg'iz oltin ishini parlamentda ko'rib chiqish taklif qilindi. Bu haqda bugun Jo'g'org'i Kengashda deputat Qo'jabek Rispayev bildirdi. U Jalolobod oblastiga qarashli Tog'usto'ra rayonida joylashgan Maqmal oltin konining holatiga to'xtalib, Xitoy investoriga to'sqinlik bo'layotganini ta'kidladi. Maqmal oltin kombinati 1986-yilda ochilgan. Hozirda 10 yil ishlash kerak bo'lgan kombinat uzaytirilib, 1,5 yillik zaxirada oltini qolgan. Tog'usto'ra byudjetining 95% ishxonadagi turli o'tkazishlar va soliqlardan tushgan mablag'dan tuziladi. Joriy yilning 9 oy natijasi bo'yicha 4 soliq xodimi ishdan bo'shatildi. Bu haqda Davlat soliq xizmatidan bildirildi. Mazkur muassasaga 9 oyda fuqarolardan turli masalalar bo'yicha 132 ariza kelib tushgan. Uning ichidan 48 bildiruv, turli mazmundagi shikoyatlar bo'lsa, 37si soliq xodimlarining qonunga qarshi harakatlari, 11i soliq qonunini buzishga yo'l qo'ygan soliq to'lovchilar bilan bo'lgan. Tekshiruvlar davomida soliqchilarga nisbatan 37 shikoyat ichidan 6 fakt tasdiqlangan. Qabul qilingan tegishli choralar natijasida 4 xodim ishonch jo'natilgani sabab degan asos bilan ishdan chetlatilgan. Favqulodda holatlar ministrligi xavfsizlikni oldini olishga maslahat bergan kitobcha chiqardi. Endi zilzila, suv toshqini, radiatsiya va yer ko'chki, tabiiy ofatlar bo'yicha amaliy maslahatlar va ko'rsatmalar batafsil yoritilgan deb aytiladi ma'lumotda. Kitob yosh bolalardan tortib katta yoshdagilar uchun ham moslashtirilgan. Kitobning nashr qilingan soni oz bo'lganligi sababli aholiga keng tarqatish maqsadida Favqulodda holatlar ministrligi rasmiy Miss KJ saytiga joylashtirgan.
Bozorqo'rg'onning 50-sonli maktabda o'quvchilarning davomati 50% pastlab ketgan. Bu yong'oq terimi mavsumi sababli bo'lgan. Chunki har yili shu vaqtda o'quvchilar uyidagilarga yordam berish uchun yong'oq tergani borishadi. Bu vaqtda har bir sinfda 5-6 dan o'quvchi bo'ladi. Darsga kelmagan bolaning fanlarni o'zlashtirish qanday bo'ladi va tog' atrofidagi maktab o'quvchilarining soni qancha? Navbatdagi lavhada tanishasiz. Arslonbob tomondagi Maman Qadirov maktabida yong'oq mavsumida o'quvchilarning davomati 30-40% tashkil etib qoladi. 9-sinfda 17 nafar o'quvchi ta'lim olsa, bugungi darsda ularning 7 nafari ishtirok etmoqda. 10 o'quvchi bor. Alardan az bugun ekosi keldi. Qolgani жаңа terib жүрөт, kese otun olib жүрөt degендей ayılın işleriмен жүрүшөт. Yuqori sinf o'quvchilari orasida bunday holni yong'oq pishgan vaqtda kech kuzgacha davom etishini ma'lum qilishdi. Qor yoqqanda o'quvchilarni darsga qatnashishi yana orta boshlaydi. Kun ochiq vaqtlarda qishloqdagi o'quvchilar yana ota-onalari bilan birga yong'oq tergani ketishadi. Жаңака ошол 1-2 жума келип, кийин келбей калган деле күндөр болот. Кайра келишет жаңак мал бүткөндөн кийин. Эжекейден сурайбыз, эжекей бизге түшүндүрүп берет түркөн темаларды келбей калган күндөрү. Maktabdagi bu holni boshqa yillarga solishtirganda ancha yaxshi deyishadi o'qituvchilar, sababi bu yili yong'oq oz bo'lib, tez orada terim tugadi. Hozirgi vaqtda maktabga kelayotganlar soni 50% dan ortgan, ammo har yili o'qituvchilar tomonidan ota-onalarga farzandlarini maktabdan olib qolmaslik borasida tushuntirish ishlarini olib borishadi. Shunday bo'lsa ham ular farzandlarini o'rmonga olib ketishga majbur bo'lishadi. Көзөмөлдөп турамын деген түшүнүк каттары менен гана бир 3 күнгө ашып келсе 3 күнгө уруксат беришибиз мүмкүн. Каникулду буяка жылдырып же бир башка ушундай ой пикирлерге биз кошулгубуз келбейт. Себеби бул мамлекеттик план эмес жаңак. Tog'li hududlarda joylashgan maktablarda har yili qaytalanadigan bu holni bartaraf etish uchun noyabr oyidagi dam olish kunini oktyabr oyiga ko'chirgan vaqtlar ham bo'lgan. Mazkur yili bu usuldan foydalanilmadi, sababi ommaviy darsda ishtirok etmay qolish holati ro'y bermadi. 27-oktyabrgacha tekshiruvlar olib borilib, o'quv soatlarini qoldirayotgan maktablar noyabrdagi dam olish kunlarida o'qitiladi. O'quv soatlarini qoldirayotgan maktablar noyabrdagi dam olish kunlarida o'qitiladi. Жаңа түшүм аябай көп болуп калган мезгилдерде ошондой ата-энелердин сураныштары болгон, ошо мезгилдерде ошо жылдырган убактарыбыз болгон. Сабак сырып болуп, калган окуучулардын окуу программасы жетишпегендиктен болсо, муну ноябрь айында каникулубузда толуктап жеткизе алабыз. Tuman ta'lim boshqarmasining so'zlariga ko'ra qoldirilgan darslar o'rniga dam olish kunlari o'qitiladi. Ta'kidlab o'tsak, Bozorqo'rg'on tumani bo'yicha jami bo'lib 65 ta maktab bor, uning 21tasi tog'li hududlarda joylashgan.